Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Jallat Xanim namlıq tarihi romanның davamı. 5. Sanju qishliqi. Sanju deganimiz hozirgi Gumunaya tavasidagi bir yezning nomi debdir. Matshirib boyning qo'rosida Xudoyi qunoq bo'lib turayotgan Isaqiya sulkining peshvosi Shuayib xo'ja bilan Daniyal xo'jadan iborat Akufqa Maxtumzodlar bu 20 necha kundan beri dakki-dukki ichida kunlarini taksiz, chigish xiyollarga asir bo'lib o'tkazmoqda edi. Bu yerdagi Xudoyi qunoq degan gap mehmon degan gapkan. Xo'ja Hidoyatulloh Ishon Jo'ng'or aqsuvaklarining qo'shinini boshlab Ostoniga bostirib kirgan kuni Ostonining har qachon qo'ldan ketish xavfini oldin mo'ljallangan bu ikki maxtumzoda tengib taxlab qo'ygan mol dunyolarini ilib bola chaqa yaqin xalifa so'pilari bilan billa Ostondan qochib chiqqanicha hech yerda to'xtamay nom amrini oshkorlamay udul Kashmirga berib to'xtagan edi. Bu yil bahar oylari kirishi bilan Kashmirdagi musofirchilik hayotidan jaq to'ygan ikki maxtumzoda Saidiya saltanatiga beqinib o'tkazgan farog'atlik turmushini va oyoqlarida chumildek o'milab, itdek sadoqat bildirib, eshakdek xizmatini qilib kelayotgan tumanlagan isoqiyachi murid muxlislarini seg'inib, Saidiya tasarrufida sulki Isoqiya saltanatini asliga keltirish uchun bir qism murid muxlislari bilan aloqa bog'lashdi. Uchturpandagi Shahzoda Muhammad Emin Bahadur xonni Xo'ja Hidoyatulloh Ishondan taxtni tortib olishga da'vat qilish maqsadida Ostona va Uchturpanga ishonchli odamlarni mangdirgan edi. Mo'ljallagan qaralda ular xushallanarlik javob elib kelishdi. Muhammad Emin Bahadur xon Maxtumzodlarning taklifidan intayin xursand bo'lganligini, fursat pishib yetilganda Isoqiya muridlari bilan birlashib, Xo'ja Hidoyatulloh Ishon saltanatini og'dirib tashlash uchun qat'iy bel bog'laganligini, buning uchun Maxtumzodlarning Kashmirdak yiroq yurtda turolmay, Saidiya ziminiga kelib, murid muxlislarini harakatlantirishi lozimligini, vaqt qaralda pat-pat aloqalashib, fikrlashib turishni, mumkin bo'lsa Maxtumzodlarning Uchturpan ziminiga kelishini o'tinib javob xat yozgan edi. Ostoniga ketganlar akagan xabar Maxtumzodlarni texmo hayajonlantirib o'tgan edi. Chunki ular Xo'ja Hidoyatulloh Ishonning Maxtumzodlarni Ostoniga taklif qilib yozgan xatini akagan edi. Bizlar bir pushtning avlodlaridurmiz deb yozgan edi Xo'ja Hidoyatulloh Ishon taklifnomasida. Bizlar kim nodon farzandlar bo'lmish Xo'jazodlar bilan Maxtumzodlar o'tirsidagi nizo adovatlar sababidan jannat makon ulug' baboi ajdodlarimiz Saidil Muhammad Jaloliddin Ishon Kalon hazratlari, Maxtum Azam Xo'ja Ahmad Kosoni Piri Buzruk, Muhammad Emin Ishon Kalon, Xo'ja Ishoq Valiyulloh Buzrukvorimiz hamda Xo'ja Muhammad Yusuf Mozor podshoh bilan Shodi Xo'ja Valiyulloh hazratlarining ruhi poklari qo'rinmoqda. Adovat saqlamoq musulmondorchilik ahkomlariga to'limi yotdir. Janobi Maxtumzodlarning bu ota mirosini tark etib, yot yurtda sargardon bo'lib yurgunni har xiyol qilganimda yurak bag'rim par bo'lib, yiginim zahar zuqum bo'ladi. Ey muhtaram qarindoshlarim, bu taklifni topshirib olgan hamon darhol yo'lga chiqqaysizlar. Didor muloqotda bo'lib, oramizdagi nizo adovatlarni yuvatgaymiz. Misoli qon bilan go'shtak, yog' bilan bo'rakdak inoq, yaqin bo'lib, bir-birimizning beshiga mehr vafo, sadoqat aqida soyivini ko'tarib, bu saltanatda o'rtaq davron surgaymiz. Bizlar kim Qutbul Aqtab Hidoyatulloh Ishon Oppoqxon xo'janing ko'zlari yo'lingizga zor qilib talmirmoqda. Ostoniga yetib keliblar, Xo'ja
Şadi bilan Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshonning maqbarasini tavob qilayotgan bu darvishlarni Xo'ja Hidoyatullo Eshonning so'pi paydoqchilari tutib olgan va Molla Saqi orqali Hidoyatullo Eshonning ordusiga xabar yetkazgan edi. Necha vaqtdan beri Maxtumzodalarning xabarini ololmay jili bo'lib turgan Hidoyatullo Eshon ko'ngliga allaqandoq planlarni puktida ularni jazolamoq tugul katta hurmat ehtirom bilan kutib oldi. Ko'z yoshlarini iqitib turib Maxtumzodalarning ahvolini so'radi. Eshonxon xo'janing buncha katta iltifotiga erishgan Isoqiyachi darvishlar Hidoyatullo Eshonning davomiga tushdida ikki Maxtumzodaning Kashmirda panohlanayotganligini aytib berdi. Şunun bilan Eshon shaytonnimi ozdira oladigan bu sehriy afsunluq taklifnomasini putib, ularni Kashmirga olayda hasham bilan yo'lga soldi. Hidoyatullo Eshonning shirin shekar so'zlariga Okufqa Maxtumzodalar ancha ishinib ketmagan bo'lsa-mu, lekin Ostonaga berib puttassab turg'udak joy tepib olgandan keyin Shahzoda Muhammad ibn Bodirxon bilan aloqalashishni ko'ngliga pukishdi-da, darhol tayyorlik qilib yo'lga chiqdi. Ammo Sanju tavasi kelganda ularni zo'r izzat ikrom bilan kutib olgan Matshirib boy kutmagan yerdan yo'lini to'sib qo'ydi. Hidoyatullo Eshonning bir parcha taklifnomasiga ishinib, Ostonaga berishga tavakkul qilg'ili bo'lmas. Muhtaram piri buzurklarim, dedi Matshirib boy cho'nqur xiyolga patgan holda. Tavakkul qilishdan bosh tortsak, Ostonaga mangu oyoq bosmasak bo'ladi, taqsir, dedi shu Ayib xo'ja yo'lga chiqishga oldirab. Necha vaqtdan beri baboib padarimizning qabrisi g'aribsinib qoldi. Tumanlagan muridlarimiz bosh panohsiz qilib, murtad sulki ishqiyachilarning zulm sistemlari asartida turmoqda. Shuncha yo'l yurib, bu yerga keldik, endi orqamizga yonmaysimiz. Xo'ja Hidoyatullo degan to'ng'uzning shafoatidan zinhor tamayimiz yo'qdir. Uchturpandagi Shahzoda Muhammad ibn Bodirxon bilan o'tirmizda ahd va paymon bor. Ostondagi murid muxlislarimizning orasiga aman eson berib olsaqlar, Shahzoda Muhammad ibn Bodirxon bilan yana kengash maslahat qilgaymiz. Hozircha Ostonda jonni saqlab qasaqli kifoya. Nadan muxlislarining o'yimi ham shu. Ey janobi piri buzurgum, dedi Matshirib boy. Ammo odraqsallik bilan ish bitmas. Amsa yaxshiroq biror tadbirlar bo'lsa, ko'rsatgaylar taqsir, dedi Daniel xo'ja bir oz arsaldi bo'lib. Boya sizlar aytgandek, Hidoyatullo Eshonning maqsad mudosini aniq bilmay turib, Ostonaga qadam bosish haqiqatan xatarlikdir. Meningcha, dedi Matshirib boy bombar saqilini barmoqlari bilan tarab turib. Bir buzurklarim ul Hidoyatullo Eshonga omonliqlarga kepillik qilish uchun o'z muhrini besib, bir parcha kapolatnoma yozib avatish xususida bir parcha noma avatgaylar. Eshonxonning muhri besilgan kapolatnoma kelgandan keyin andin Oston safarini davomlashtirsulmi kechikmaylar. Navada Eshonning qo'sqida jin bo'lsa, kapolatnomani yozmaydi. Kapolatnoma qo'ldirdi bo'lsa, ul murtad Eshon nomardlik qilishdan o'yla. Matshirib boyning taklifini ikki Maxtumzoda loyiq ko'rdida Hidoyatullo Eshonni qartib bir parcha xat yozdi. Bismillahirrohmanirrohim. Shafaat va saxovatlik, mehribon va adolatlik janobi Hidoyatullo Eshon Abbaxon xo'jamga yetib ma'lum bo'lgayki, bizlar kim pushit qarindoshlari Maxtumzodalar hazratlarining muborak taklifnomasini topshirib olib, to'liq xursandlik va xushallik ilkida Kashmirdan yo'lga chiqib, Sanjuga kelib Sanjuga qadam keltirdik. Safarimiz bisyor mushkulotchilik ilkida davomlashmoqda. O'tang langarlarda Muridil hidoyatchi, xufiya payloqchilar har bir qadamimizni ta'qib qilib, safarimizga mushkulotlar keltirmoqda. Gerçi hazratlarining muborak taklif-va'dalariga qilchilik dargumanda bo'lmasaqmi, ammo xufiylarning taqiblari ko'nglimizga shak tushirib turmoqda.
Şuna bizlərning qoldi səfirimizning oңushluq bo'lishi, hayotimizning omonligi uchun xon ishonliq muhrlarini besib kapolatnoma avatkayla. Şul çağda ko'nglimiz amin tepib, ostoniga xotirjam qadam keltirgaymiz. Gap tamam, pushti qarindoshlari Maxtumzodalardan. Bu xatlarni ko'rgan Hidoyatullo Eshon. Bu xatni ko'rgan Hidoyatullo Eshon xuddi qopqonga yiqilib kelayotgan kiyikni ko'rgan ovchidek qattiq hayajonlandi-da, darhol bir parcha maktub yozib muhrini bosdi. Xat mundaq yozilgan edi. Barliq madhiya hamdu sanolarning egisi Allohga hamda Allohning shubhisiz elchisi Muhammad sallallohu alayhi vasallamga bisyor shukri. Uzundan beri her vaqt namazımda Canabi Allah'dan tilagan muhterem qarindoshlarım Maxtumzodalarning muborak jamalini ko'rish orzuyum oxiri ijobat bo'ladigan o'xshaydi. Saodatman Soqiya sulkining ulug' pir azamlari bo'lmish Okufka Maxtumzodalarimizga buyuk saltanatimizning Suhayyil yulduzlarga, ahli ummat, ahli ra'iyatning rahnomlariga katta salomlar bo'lg'ay. Ey Maxtumzodalarim, biz bir daraxtning mevaları, bir otining pushti avlodlaridurmiz. Şu tapda Canabi Maxtumzodalarning qarindoshlik, xish aqraboliqni a'lo bilib, babai buzruklardan qolgan adovat husumatlarini cho'rib tashlab, do'stlik, aqida, sadoqatmanlikni a'lo bilib, ostona tomon kelayotganligini anglab, bir jup oltin egarlik, tulparning kumush chulvurini bo'ynimga silib, oldilariga istiqbolga borolmaganligimdan qattiq o'kinmoqdaman. Zinhor gumon va iztirobda bo'lmag'aysizlarki, siz Maxtumzodalarimizga bo'lgan didor tashnoliqimiz, ulug' haqda a'lo egamga bo'lgan aqidamizga o'xshash shaksizdir. Bu saltanatda sizlarning ham bir ulush haqqingizlar bordir. Bizler bu saltanatning oltin toji bo'lsak, sizlar oshu tojiga so'lat beg'ishlug'uchi dur gavhardur sizlar. Qashqardagi Fayzobod, Ostondagi 9 kent hamda Xotandagi Oqsaroy, Guma Sanjula siz Maxtumzodalarning ota miros zaminlaridir. Bu zamin tasarruflar hilmu sizlarga mansubdir. Tezrak kelsingizlar, murid mushritlarimizni agashtirib, birlikda so'lkat bilan yursak, u dunyolik va bu dunyolik rohat farog'atni tang ko'rsak, bizning bu niyat iqbolimizning sopliqiga, va'da ahdimizning rostligiga qodir Alloh guvoh, iymonimiz guvoh. Ey Maxtumzodalarim, tezrak kelgaysizlar, muborak jamolingizlarga tashna bo'lib, chaq-chaq yerilgan yuragimizni didor sharbatlari bilan sug'urib, ko'nglimizni arom topqizgaysizlar. Mazkur maktubning rostligi uchun bizlar kim Sultonul Muvaqqaqin Hidoyatullo Oppoq Eshon xon xo'ja muhrimni bosdim. Maxtumzodalar Hidoyatullo Eshonning bu maktubini ko'rib, xilla xotirjam bo'lishdi-da, safar tayyorligiga kirishdi. Lekin nima uchundir Mat Sharif boy bu maktubni yenish-yenishlab o'qiydi, taksiz xiyollarga asir bo'ladi. Maxtumzodalarga nimanidir demoqchi bo'lib, qaraydi-yu, tilining uchidagi gapni yana yutib o'tadi. Ey janobi piri buzrukvorlarim, dedi u oxir g'ayratga kelib. Bir eg'iz gapim bor edi. Desam ayibga buyurilishimdan, demisam pushaymon hasrat qilishimdan ansirab tanqisliq qilyapman. Ey janobi zotil aqtobim, har na bo'lsa totinmay desinlar, dedi shu ayib xo'ja. Gerçi bu maktubga Hidoyatullo Eshonning muhri besilgan bo'lsa-mu, yanala yuragimni badgumon chirmib oldi. Demoqchimanki, Oppoq xo'janing ahd va va'dasiga yanala taltuks ishongili bo'lmas. İkkileri saodatman Soqiya sulkimizning rahnomalaridir. Shunga ostoniga bilib bormaganlari afzal. Meningcha avval birlari berib Hidoyatullo Eshon bilan ko'rishgaylar. Navada xon Eshonning niyat iqbollari durust bo'lsa, bad niyatli bo'lmasa, ondan yana birlari ostoniga borgan bo'lsa.
Yaratqan Qadir egam her ikkilerini öz panoyida saqlagay. Xotirjam bo'lsizlar taqsir, dedi Daniyal Xo'ja ishonch bilan. Qo'limizda Eshonxonning möhri besilgan kapolatnoma bo'lgandikin hech qancha chataq chiqmas. Ortiqcha gumanda bo'lib, cho'ng ishlarga daxl yetkazmaganimiz yaxshi. Mat Sherifboy hazratlarining taklifi to'g'ri, dedi Shuayb Xo'ja bir oz o'ylanib olgandan keyin. Gerçi qo'limizda kapolatnoma bo'lsa-mu, Hidoyatulloh Eshonning niyat iqboliga isbot bo'lanmas. Şuna ey aziz inim, siz bola chaqalar bilan Sanjuda bir mezgil saqlab turg'aysiz. Bu tavakkülçilikka men oltinay. Navada Hidoyatulloh Eshon va'zisi turmay, biror kelishmaslikka yo'liqib qolgudak bo'lsam, darhol Dahbitga qayting. Bu yerdagi Dahbit degani Farg'onadagi bir yurtning nomi ekan. Sizni qandoqmi yolg'iz yo'lga sep qo'ya olayman, ey aziz aka? Dedi Daniyal Xo'ja ko'ziga liqqid yosh elib. Menmi bilib boray, har na bo'lsaq tan ko'rgaymiz. Yanala ehtiyot qilganimiz afzal. Saodatman Soqiya sulkimizni Saidiya tasarrufida mangulik mavjudlikqa ega qilamiz deydikanmiz. Cho'qim birimiz aman qilishimiz lozim. Shunga siz turib turing. Aksining buyruqini yiranmagan Daniyal Xo'ja Sanjuda xabar kutib turishga majbur bo'ldi. 6. Bir aydan beri Yakan daryosiga kelgan hayvatlik kelkun bugun sahardan boshlab bir oz pasayib qolgan edi. Shundaqdimi daryo nimagadir g'azablangandek dahshatli ho'kiraytdi. Kuajab, to'lqin yasab, lay latqalarni chashritatdi. Yarlangan ajdahodek to'lg'inib, o'zini ikki qirg'oqqa zarb bilan uratdi. Terilg'u yerlarni, dal daraxtlarni, mol chorvalarni, uy ziminlarni osh ko'zlik bilan yolmab yutatdi. Daryoning hayvatlik ho'rkirishi yiroqlarga anlatdi. Qirg'oqdagi odamlarni survahim bosatdi. Kash peshin bilan 10 necha xalifa so'pilarning hamrohligida daryo bo'yiga yetib kelgan Shuayb Xo'ja minib kelgan to'ga otlarni daryo sohilidagi qo'mushliqqa qo'yib berib, daryo suyida aldirash-tanash tarat ilishdi-da, peshin namozni o'qishga tutindi. Yo'l bo'yi kallasini turli xayollar chirmib olgan Shuayb Xo'ja peshin namozni to'liq xotirjam holda ixlos bilan o'qidi. Namozdan keyin Allohdan ishlariga o'ngishliq, murid muxlislariga xotirjamlik tilab uzoq duo qildi. Kechki nada bo'g'itdi pirim? So'rdi muridlardan biri daryoga qo'rqimsirab qarab. Atrofda odamzot ko'rinmaydi. Avval qo'soqqa ozroq bir narsa yeb olayli, ondan kechik izlayli, dedi Shuayb Xo'ja. Ular cho'gun, nogay, kashkullarga daryoning loy suvlarini usib, suzildirish uchun qo'yib qo'yishdi-da, dasturxon rastlashga kirishdi. Shu asnoda ularning qishiga dehqon sifat o'tir yoshlik bir yo'lovchi eshigini yetliginicha yetib keldi-da, Shuayb Xo'jaga salom berdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, dedi Shuayb Xo'ja o'tirgan o'rindan biroz qimirlab. Dasturxon keslar mehmon. Rahmat, beqivasil taqsir, dedi eshaklik kishi ular qiziqib qarg'inicha o'rindan midirlamay. Ahvoldan qaraganda daryodan o'tadigan kechik izlayotgan o'xshamamlar taqsirlarim. Shundoq, lekin bu atrofda kechik bodak emas. Kechik oyoq tarafda yo'tkilib ketibdi. Oyoq tarafga yo'tkilib ketibdi. Menmu daryodan o'tmoqchidim. Undaq bo'lsa, jindek ta'xir qilsa, kimi qishig'i bilib boraydi. To'liq obdan, dedi eshaklik kishi va gap ko'chlashga boshladi. Ahvoldan qaraganda taqsirlarim bu yurtdan emas o'xshamamdi. Shundoq, biz Sanjudan keldik, dedi Shuayb Xo'janing hamrohlaridan biri javob berib. Ostoniga Eshonxon Xo'jam huzuriga ketib boramiz. Eshaklik kishi hayron bo'lgan qiyofatda yana so'radi. Aslida janobi azizlar ulug' Hidoyatulloh Oppoq Eshonxon Xo'jamning izzatlik mehmonlari ekanda, taqsirlarimning nom amili kim bo'ladi ekan? Bu zoti muborak saodatman Soqiya sulkimizning piri azami Maxtumzoda Shuayb Xo'ja buzrukvorimiz bo'ladi.
Cavab berdi heliqi og'zi ittik murid takabbürlük bilan tonuşluq berib. Biz nimetlik pirimizning ixlosmand muridlari dundurmiz. Eshakli kishi aldırashdan Şuayb hocaga salom berdi. Ko'zimizning ko'rliqidan ulug'larimizni tanıyamay beadablik qilib qo'yibdimiz. Gunohimizni kechirgayli hocam. Hech vaqasi yo'q. Yaratgan Haq Taolo egam cheksiz mehribondir. Dedi Şuayb hoca keng qusoqliq bilan. Kasla birlikda ham dasturxon bo'layli. Maxtumzodimizni ortiqcha malol qilishga haddim emas, dedi eshakli kishi qo'l qo'yishtirib turib. Hazratri bahuzur g'izalang'ayla, uninggacha men 2 sakrab berib daryoning kechkini bilib kelay. U shundoq dedi-da, birdamdala ko'zdan g'oyib bo'ldi. Bir cho'gun choy qaynimichilik vaqt o'tganda, tuyuqsiz daryo bo'yida 400 ga yaqin odam xuddi yerdan ungandakla paydo bo'ldi. Kiyinishlardan avamga yoki lashkarga o'xshamaydigan bu odamlarning qo'llarida tamomiy dugudak qilish bor edi. Dahshat yig'ib turgan chiroylari to'liq surlik edi. Bularning orasida boyamqi eshakli kishimi bor edi. Ularni ko'rib Şuayb hoca bilan hamrohlarini birdinla vahim bosdi. Nemish yuz berganligini bilmay bir-biriga qo'rqimsirab qarashdi. Put-qo'llari titradi. Yuraklari ko'krigida ot chopqandek dukurladi. Bu bir top odamlar ularni yoy shaklda qurshab daryoga qopsab kelmoqda. Daryo qopsab kelmoqda edi. Şuayb hoca yurkidagi vahimini chandurmaslikqa tirishib turib so'radi. Sizlar nima odamlar? Bizda nima ishinglar bor? Ularning orasidagi egiz bo'yliq, tambal, 50 yoshlardan halqagan bir odam takabburlik bilan javob berdi. Biz Hazreti Sultanul Muvaqqaqin Abbaxon hojalarining zotil aqtablarimiz, farmonga binoan maxtumzodlarning oldiga chiqdik. Mehmonning oldiga qilish yalang'ochlab chiqadigan qoida nada bor? deb dedi Şuayb hojaning so'pilaridan biri qopqini turib. Shuncha yiroqdan jafo tortib kelsak, oldimizga mapi avatmay qilgan qiliqini ko'ring, xon eshon oliylarining. Taqsirlarimga shu topda mapining keragi bo'lmasi kerak, dedi heliq egiz bo'yliq kishi masxirlik kulib. Egiz bo'yliq bu odam Hidoyatulloh eshonning yaqin xalifasi Molla Saqi edi. U hang-tang bo'lib qarab turgan Şuayb hojaning hamrohlarini ko'z tutib turib, sheriklariga buyruq berdi. Birodarlar, tutinglar bu qora musulmon murtadlarni. Şuayb hoja bilan hamrohlari hash-pash tugicha bog'loqqa tushib qoldi. Bu nemish? dedi Şuayb hoja g'azabdan bo'g'ilib. Biz Eshonxon hocamning taklifi bilan kelgan mehmonlarimiz. Qo'limizda xon Eshonning muhri besilgan kapolatnoma bor. Bizning qo'limizda mo Eshon Abbaxon hocamning sen Saqiyachi murtadlarni tutib olgan hamon o'tirish to'g'riliq tushirgan muhri besilgan farmoni bor, dedi Molla Saqi ko'ranglik bilan. U qo'yindan bir parcha xon yorliqini elib Şuayb hojaga ko'rsatdi. Oldinibdimiz yorallar, dedi Şuayb hoja g'azabdan didir titrab. Hidoyatulloh eshon degan bu munofiq mal'un lavzida turmabdi. U endi Molla Saqi qarab vaqirdi. Meni Hidoyatulloh eshonning oldiga boshlabpa, uning bilan so'zlashiman. Daniyal hoja qani? So'rdi Molla Saqi Şuayb hojaning talibiga javob bermay. Daniyal hoja kelmadi, dedi Şuayb hoja hasratlangan holda. Her nima bo'lsa Daniyal hojani ammay keptiman. Ammay keptikanman. Molla Saqi zarxanlik bilan kuldi. Hattang ey, Daniyal hoja o'limdan qutulib qoladigan bo'ldi-da. Bo'pti, bir necha vaqt ortiq yashab oldigan bo'ldi shu. Molla Saqi yendiki jallodlarga qarab buyruq tushirdi. Qani, yoranlar, Eshonxon hojamning farmoni bo'yicha bu murtadlarni halqum tig' qilib o'ligini daryoga tashlanglar. Hidoyatulloh, u munofiq nomard. Oxir bir kun Xudoyim jojongni bera. Şuayb hojaning qog'ishi oxirlashib bo'g'icha Molla Saqining zarb bilan urgan qilichi bo'yniga tushdi-da, qilishning bisi ko'krak so'nkini kesib o'tib, maydasida to'xtadi. Shu hamon Şuayb hojaning uni o'chib, yerga guppida yiqildi-da, tipirlab jon berdi.
Molla Saqi ularning yonlarini aqtirib, liq tilla va Saidiya kumush tangisi to'ldirilgan hamyonlarini ilib olgandan keyin bog'liqliq peti tag'arga solab daryoga tashlatqizdi. Hayvat bilan loyqalab iqiyotgan Yakan daryosining qo'ynida ularning jasdi birda laylab, birda cho'kib, qaynamlar orasida birdamdala g'oyib bo'ldi. Molla Saqiylar ishni tugutib, daryoning oyoq iqimi tarafga ketishi hamon tarat qilish uchun qumushliq orasiga kirib ketib, bu qirg'inchilikdan amon qolgan Shuayb xo'janing bir murti vayimidan mag'dursizlanib ketgan gavdasini aranni o'ri qildida, Sanju tarafga qarab jinning boricha yugurdi.